Ijtimoiy tarmoqqa qarab o'zingizni baxtsiz deb o'ylab qolganmisiz? Unda bu gapni albatta eshiting. Hozir hamma hayotini ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi, lekin bu atigi 1 minutlik video xolos. Shuni ko'rib ba'zilar o'zini baxtsiz deb o'ylab qolishi mumkin. Lekin unutmang, ijtimoiy tarmoqdagi hayot 100% real emas. Ko'p narsalar oldindan sahnalashtiriladi. Video olish uchun yaxshi kiyim kiyiladi, o'ziga qaraladi. Ko'rayotgan kadrlaringiz ham bir martada olingan kadrlar emas. Shuning uchun hech qachon o'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Siz ham baxtlisiz. Chunki inson eng baxtli paytida telefonni emas, o'sha onni yashaydi. Unutmang, ijtimoiy tarmoqqa faqat eng chiroyli lahzalar chiqadi. Haqiqiy hayot esa kamera o'chgan paytida bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni baxtsiz deb hech qachon his qilmang. Siz eng baxtlisiz, siz eng go'zalisiz, eng chiroylisiz, eng yaxshi hayotda yashayapsiz. Sizlarni doim yaxshi ko'raman, azizlarim.